Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Musofir shahriga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib mestangizni bron qilsangiz bo'ladi. Avtobusimiz ish holatlarini ko'rib tursa, ikkita katta monitorimiz, zaryadli ustoz-so'ralarimiz bor, konsertlarimiz ishlaydi. Xudo xolasa, haftada 4 marta qatnovlarimiz bo'lib o'tmoqda. Manzilimiz Toshkent Abu Sahiy avtovokzali. Dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlariga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bo'lib o'tyapti. Mana akalarimizdan bir ikki olim suhbat olib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum Aka, yaxshimisiz? Qayerdansizlar? Namangandan. Namanganlik aka-ukalarga tavsiya qilasizlarmi? Xudo xolasa. Xudo ishonchlimi? O'z vaqt soatida aytilgan soatda keldimi? 19:00 deyildi. Qayerdan o'tiryapsiz? Qaysi vokzaldan o'tiryapsiz, tog'ajon? Abu Sahiy. Abu Sahiyda. Necha nima bilan gaplashib keldinglar? 80. Ha, joninglar sog' bo'lsin aka. Akalar, yaxshimi? Mana Tojikistondan fuqarolar ham bemalol kelib ketsalar bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Tojikiston. Tavsiya qilasizmi? Kelishaversinmi? Albatta, Xudo xolasa. Bemalol. Aka, siz nima bekim olsiz? Bitta qarang-chi. Aka, nima bekilasiz? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Siz ham Tojikistondanmi? Aziz vatandoshlar, Tojikistondan xalq do'stlarimiz kelib bemalol reysingizni qo'shni davlatdan reyslaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi akalar. Akalarimiz mana Xudo xolasa kelib ketdi. Yaxshimi aka? Mana Xudo xolasa avtobuslarimiz inshaalloh bu ikkinchi reysimiz inshaalloh chiqib ketmoqda. Tanlovda adashib qolmanglar, ekranda ishonchli nomerlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.